Diqqat, ogoh bo'ling. Dollar, yevro va rubl-borlarga muhim xabar e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donadan like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan 5-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 26,53 so'mga oshdi va 11997,21 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 46,41 so'mga ko'tarildi va 13949,61 so'm etib belgilandi. Rossiyaning rubli esa 1,66 so'mga pasaydi va 161,52 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostiga bir donadan like bosib kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.